Assalomu alaykum. Zapusk o'zi nima degan savolga bugun ushbu videoda javob berib ketaman. Ko'pchilik sohaga endi kirib kelayotganlar yoki umuman bu sohaga qiziqishga boshlayotganlar zapusk nimaligini bilmaydi. Ya'ni zapuskni o'ylaydi, faqat o'sha webinar qilib sotilsa bu zapusk bo'ladi deydi, lekin aslida unaqa emas. Webinar qilmasdan ham zapusk qilsa bo'ladi. Xo'sh, bugun mana bizda prezentatsiyamiz bor. Prezentatsiya orqali sizlarga zapusk nimaligini ko'rsatib o'taman, tushuncha beraman. Va unda nima etaplar bor? Zapuskda qaysi etaplar amalga oshirilishi kerak? Nimalardan iborat o'zi? Shularni sizga o'rgataman. Demak, boshlaymiz. Zapusk nima? Zapusk bu biror yangi mahsulot yoki kursni katta hajmda bozorga chiqarish. Ya'ni sizni kursingiz yo'q edi, yangi produkt ishlab chiqdingiz. Bor edi, masalan, o'qituvchisiz, siz yoki biznes trenersiz. Sizni oldin trening o'tib yurardingiz. Har oy o'quvchi yig'ib, ularga o'rgatardingiz. Har oy IELTSdan 6 ball olish bo'yicha qandaydir kurs ochardingiz. Endi uni siz masshtablashtirasiz. Ya'ni produktingizni ustida ishlaysiz, produktingizni prototipini ishlab chiqasiz, uni bozorga moslashtirib ishlab chiqasiz va undan keyin uni zapusk qilishda, ya'ni uni bozorga olib kirasiz. Katta formatda, ya'ni katta hajmda siz uni sotasiz. Zapuskni boshqalardan farqli jihati har doim sizdan sotib ololmaydi. Zapusk boshlandi, progress qilindi, sotuv ochildi. O'sha payt odamlar juda ham katta hajmda sotib olishadi produktingizni va siz sotuvni yopasiz. Undan keyin ololmaydi. Keyingi zapusk qilguningizcha ular sizdan mahsulot sotib olmasligi kerak. Zapusk shunaqa bo'ladi. Endi uni progress qilish jarayoni bor. O'sha progressdan keyin oxirgi eng katta progress bu webinar bo'ladi. Webinarda juda ham katta odamlar auditoriyani olib o'tirib, jonli efirda progress qilib sotasiz ularga. Shu narsa, demak, bizda zapusk bo'ladi. Zapusk bir nechta bosqichdan iborat: tadqiqot, ishlab chiqish, sinab ko'rish, iste'molchiga yetkazish. Ya'ni tadqiqot qilishda siz bozorni analiz qilasiz, raqobatchilar analiz qilasiz, produktlar analiz qilasiz va undan keyin o'zingizni produktingizni ishlab chiqdingiz. Keyin uni sinab ko'rasiz, ya'ni oddiy bor auditoriyangizga sotib ko'rasiz. Ulardan qanaqa feedback bo'lyapti? Siz mahsulotingiz ma'qul keldimi, yo'qmi? Qaysi jihati ma'qul kelmadi? Uni ustida nimalar amalga oshirishimiz kerak? Produktimiz mukammalroq bo'lishi uchun va iste'molchiga yetkazish. Oxirida produktni yanada mukammal qilib turib, polni biza sotib ochsak bo'ladi, zapusk qilsak bo'ladi. Mana shu jarayonda bizda zapuskning etaplari bo'ladi. Endi mana zapuskni bosqichlariga kiramiz. Ya'ni bosqichlarida qadamma-qadam nimalar bajarilishi kerak, nimadan keyin nima bajarilishi kerak, o'sha narsalarni ko'rib chiqamiz. Xo'p, zapusk bosqichlari pre-launch, launch va post-launch bo'ladi. Bu, ya'ni pre-launch deganimiz zapuskdan oldingi qilinadigan ishlar, launch o'sha zapusk payti qilinadigan ishlar o'zi, post-launch zapusk tugadi, undan keyin nimalar qilish kerak bo'ladi. Shu narsalarni hozir ko'rib chiqamiz. Bu yerda mana pre-launch, launch, post-launch. Pre-launchda biz bozorni o'rganishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bozorga o'zi qanaqa produkt kerak, qanaqa produkt yo'q, qanaqa produktga talab ko'p, shularni biz o'rganib chiqishimiz kerak. Narxlari qanaqa, nimaga asoslanib narx belgilasak bo'ladi. Bozorda bunga talab ko'payyaptimi, biz bermoqchi bo'lgan produktga yoki kamayib ketyaptimi, umumiy bozorni qiymati, narxi qancha? Shularni o'rganishimiz kerak bo'ladi. Keyin produktni pozitsiyalash va mos auditoriyani topish. Produktingizni pozitsiyasini topasiz. Siz istalgan xil produkt qilib tasha olmaysiz. Misol uchun, IELTSga tayyorlov deb turib produkt qilsiz, katta ehtimol bilan bu fail bo'ladi. Chunki IELTSga tayyorlov deyapsiz. Kim tayyorlanmoqchi o'zi sizda? Auditoriyangizni aniqlaysizdan. Masalan, 6 olmoqchi bo'lgan, ya'ni universitetga kirmoqchi bo'lganlarmi, yokida chetga ketmoqchi bo'lganlar, ularga 7 dan baland kerak, yoki o'qituvchilar misol uchun kattaroq joylarda ishlamoqchi, ko'proq o'quvchi yig'moqchi, unga 8 dan baland ball kerak bo'ladi. Demak, IELTSga tayyorlovni ham o'zini pozitsiyalari bor. Shularni biz aniqlab chiqishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun, rus tili bo'ladigan bo'lsa, razgovormi,
Xo'p, razgovor ekan. Kimlar o'rganmoqchi uni razgovor? Studentlarmi yoki davlat ishida ishlaydiganlarmi yoki chetda ishlaydiganlarmi, chetga ketmoqchi bo'lganlarmi? O'shalar uchun mos qilib siz produkt tuzib chiqishingiz kerak bo'ladi. Davlat ishida, chetda ishlaydiganlarga, studentlarga moslab va narxni ham shunga qarab moslaysiz. Va mana mos auditoriyani topish dedik. Biz o'zimizga mos auditoriyani topamiz. Qaysi auditoriyaga o'zi talab katta, qaysi auditoriya bizdan ko'proq mahsulot sotib oladi. O'shalarni o'rganib turib, produktingizni pozitsiyasini aniqlab, unga mos auditoriyaga yo'naltirasiz. Keyin produkt prototipini ishlab chiqish, ya'ni produktni demo versiyasini ishlab chiqishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun kurs qilyapmiz. O'sha kursda nimalar bo'ladi? Modullarini tuzib chiqamiz. Ya'ni bu demo versiya bo'ladi. Aniq bizga sotuvga chiqaradigan versiyamiz emas. Misol uchun qo'shiqlar nimadirlar chiqmoqchi bo'lsa ham, artistlar chiqarmoqchi bo'lsa ham, birinchi ular demo versiyani chiqarib ko'radi, undan keyin asl nusxasini chiqaradi, odamlarning fikriga qarab. Biz ham xuddi shunaqa qilamiz. Produkt prototipini ishlab chiqamiz va uni sinab ko'ramiz. Yaqinlarga, bor auditoriyaga sotib ko'ramiz va ularning feedbackini olamiz. Va undan keyin bizda bozorga chiqarish strategiyasini ishlab chiqish. Demak, bozorga chiqarish strategiyasini ishlab chiqishda o'sha auditoriya fikrini olganimizdan keyin biz produktimizni asl nusxasini tayyorlaymiz. Ya'ni asl qanaqa bo'lishi kerak, produktimiz qanaqa kurs bo'lishi kerak. Ishlab chiqdik, bo'ldi, mana sotsak bo'ladi degan joyga keladi. Va uni bozorga qanaqa qilib chiqaramiz? Birinchi navbatda bizga strategiya kerak bo'ladi. Bu strategiyaning ichida prognozimiz, nechta trafik olib kiramiz, qaysi usulda sotamiz, webinar orqali sotamizmi yoki avtovoronka orqali sotamizmi, shularni biz strategiyaga kiritamiz. Va prognoz, xarajatlar, qancha xarajat tikamiz, qanaqa bizga auditoriya kirish kerak. Misol uchun, demak, 20 sentdan webinar kanaliga kirayotgan bo'lsa, bizda $3000 byudjet bor. Misol uchun targetga, demak, $3000, 20 sent, 15000 ta auditoriya olib kira olamiz Telegram kanaliga webinar uchun. Xuddi shunaqa strategiyani aniq ishlab chiqishimiz kerak. Biz qayerdamiz, qayerga bormoqchimiz? Aniq bizda xarita bor bo'lishi kerak. Ana undan keyin biz launchga o'tsak bo'ladi. Ya'ni taktik harakatlar, strategiyamiz tugadi. Endi qadamma-qadam ishlarni bajarishni boshlaymiz. Zapusk boshlanadi. Bunda trafik olib kiriladi. Birinchi navbatda, demak, biz trafik olib kiramiz. Yangi trafik. Trafik degani bu obunachi. Obunachini biz olib kirishimiz kerak. Bitta joyga olib kirib, ularni progress qilib qizdirishimiz kerak. Xoh bu bo'lishi mumkin, Telegram kanal bo'lishi mumkin, xoh bu bo'lishi mumkin Instagramni o'zida Blitskiga qo'shib yoki zakritay qilib olib turib, hamma auditoriyani olib kirib bo'lgandan keyin blogerlarda reklama berib auditoriya olib kirishimiz mumkin. Telegram target yoqib auditoriya olib kirishimiz mumkin. Reelslar orqali hamma auditoriyani yig'ib stories o'zida progress qilishimiz mumkin yoki hamma qiladigan usul bu webinar. Webinar hozir zo'r o'xshayapti, o'shaning uchun webinar qilishni men ham sizlarga tavsiya qilaman. Hamma webinar qilib yotibdi, chunki bu narsa ishlab turibdi. Shu instrument ishlayotganligi uchun odamlar webinar qilyapti. Xo'p, endi demak, Telegram kanaliga trafik olib kirdik. Target orqali 15000 ta. Endi ularni progress qilamiz. Ikkinchi qadamda biz progress, ya'ni progresschi bo'ladi. U qizdiradi auditoriyani. To ular qachon kurs boshlanadi, qachon sotib olamiz, qachon yozilsak bo'ladi demaguncha progress bo'ladi. Bu progress jarayoni taxminan 20 kundan 30 kungacha davom etadi. Undan keyin progress bo'ldi, webinarda progress bo'ldi, Telegram kanalda, storieslarda progress bo'ldi. Endi e'lon qilish kerak. Bizda mana bunaqa kurs bor. Unda mana narsalar o'rganasan, bit ochgan mana bunaqa bo'ladi. $1000 daromadga chiqasan yoki IELTSdan 8 oladigan darajaga chiqasan, readingdan falon piston va hokazo. Shu narsalarni o'rganasan, mana bunaqa produkt bor bizda degan narsani olib chiqishimiz kerak. Bu e'lon qilish bo'ladi. Undan keyin sotuv boshlanadi. Demak, e'lon qilindi, sotuvga o'tildi. Xo'p, kurs sotmoqchi bo'lsang, menejerga yoz yoki ularning nomerlarini, lidlarini olib qolib turib, sotuv bo'limi telefon qiladi. Sotuv. Sotuvlardan keyin sotuv demak yopildi va biz otsiflarni olish va foydalanishimiz kerak. Ya'ni
produktimizni sotdik, odamlar o'qib ko'ryapti, ulardan biza otziv olishimiz kerak. Qanaqa bo'lyapti o'zi? Nima foyda, nima zarar, nimasi yoqmadi senga? Hammasini olishimiz kerak va yaxshi otzivlardan foydalanamiz, e'lonlarga qo'yamiz, boshqa qilamiz. Negativlardan esa undan ham foydalanamiz. Chunki negativlar bizning kamchiligimizni aytadi va o'sha kamchiliklarni to'g'rilashimiz kerak bo'ladi. Ana endi post launchga keldik. Ya'ni zapusk tugadi. Zapuskdan keyin nima ish qilinadi? Bo'ldi, hamma chet elga ketib dam olib degan joy yo'q. Dam olib kelganingizdan keyin ham zapuskdan keyingi etaplar bor. Bular nima? Demak, produkt ustida ishlash, sotuvni tahlil qilish, strategiyani yaxshilash. Ya'ni produkt ustida ishlaysiz, nima qiyinchiliklar bo'lyapti? Masalan, produktingizni odamlarga berdingiz, qaysidir joyda ular qiynaladi produktni iste'mol qilishda, ya'ni kurs bo'lsa kursni o'rganishda, nimadir kamchiliklaringiz chiqadi. Shularni hammasini yig'ib olishimiz kerak, otsivlari, kamchiliklari va buni to'g'rilash kerak. Produkt ustida ishlaymiz. Undan keyin sotuvni tahlil qilamiz. Xo'p, sotuv bizda qanaqa bo'ldi? Qaysi kuni ko'p sotuv bo'ldi, qaysi kuni sotuv bo'lmadi? Nima qilganda, qaysi post chiqqanda yoki qanaqa progress qilinganda sotuv zo'r bo'ldi? Yoki qanaqa progress qilganimizda, nimalar qilinganda bizda sotuv tushib ketdi. O'shalarni aniqlab chiqishimiz kerak bo'ladi. Va bu orqali sotuvni tahlil qilamiz. Keyingi zapuskka tayyorlanish desak ham bo'ladi bu narsa. Va strategiyani yaxshilash. Strategiyamizni yaxshilaymiz. Bunda qaranglar, bitta oddiy misol aytaman sizlarga strategiyani yaxshilash deganda. Birinchi qilgan strategiyamizda nima kamchilik bo'ldi, nima o'xshadi, nima o'xshamadi, o'shalardan kelib chiqib bizni keyingi strategiyani yaxshilasak bo'ladi. Misol uchun mana bizda bo'ldi. Target yoqishimiz kerak. Mana bir hafta qoldi vebinarga. 24-25-da vebinar qilishimiz kerak bo'lgan. Misol uchun 18-da biz target yonishni plan qilib qo'yganmiz va shu kunga hamma kreativlar mana 50 ta kreativni tayyorlab, video kreativni tayyorlab target yoqtirdik. Target yongandan keyin 2 kun target yondi. Target ishlamadi. Ya'ni bizda juda ham qimmatga tushib ketdi. Lidlar kanalga qo'shilishi $1 tushib ketdi. Oddiy. Boshqalarda 15-20 sent bo'layotgan narsa menda Telegram kanalga, webinar kanalga qo'shilishi $1 tushib ketdi. 2 kunda $1000 ga yaqin bizda xarajat bo'lib ketdi. Va sirazi target to'xtatildi. Endi lekin biz 50 ta kreativni ishlatib qo'yganmiz, olib qo'yganmiz. Webinar e'lon qilib qo'yilgan. To'xtatib bo'lmasdi. Endi to'xtatib turib qaytadan kreativ olaman desam ham bizga 3, 4 yoki 5 kun vaqt kerak. Chunki 50 ta videoni olib, uni montaj qilib, unga qaytadan ssenariy yozib target yoqquncha bizga kamida bir hafta kerak bo'lardi. Va nima bo'ldi? Bor auditoriyaga sotishimga to'g'ri keldi. Bor auditoriyaga webinar o'tishga to'g'ri kelib qoldi. Bu yerda nima demoqchiman? Ya'ni birinchida mana strategiya tuzib qo'yilgan, lekin strategiyada mana shunaqa qiyinchilik, kamchilik bo'ldi. Keyingi safar men uni qaytadan sinab ko'rgizaman. Ya'ni target kreativ olindimi? $500 yoki $400 pul tikib sinov webinarini o'tkazib ko'raman. Sinov uchun davayte 15-20 ta kreativ olamiz. Webinarga 1000 ta, 2000 ta Telegram kanaliga yig'amiz va ularga sotib ko'ramiz. Qanaqa bo'ladi? Testoviy qilib ko'rishni endi men dars bo'ldi menga. Chunki $1000 yo'qotdim, shunchaki havoga uchib ketdi. Shuncha mehnat bizda o'xshamadi. Mehnatlarimiz bir tiyin, bir pul bo'lib ketdi. Strategiyani keyingi safar men yaxshilayman. Shunaqa qilib o'zingizni strategiyangizni analiz qilib turib, strategiyani yaxshilasangiz bo'ladi.